katta pul topayotgan ayollar judayam katta xavfdamiz. Men ham shu jumladan. Ayol kishi qancha ko'p pul topgani sari shuncha erkaklik gormonlari ko'payib boraveradi. O'ziga uxotlar qilib, tashqaridan u go'zallashib borayotgan bo'lishi mumkin, lekin ichidan u erkaklashib boryapti. Eslatma bo'lsin. Mana shu siz xohlayotgan, orzu qilayotgan, ko'p pul topgan business woman ayollarni orzu qilayotgan paytingizda albatta uning minus taraflarini ham hisobga olib qo'ying. Uni yomon tomonlarini ham bilib qo'ying o'zingiz uchun. Sekin-sekin ojizalikni yo'qotib boradi. Sekin-sekin erkaksiz ham yashay olaman degan fikrlar sizda ko'proq aylanadi. Sekin-sekin sizdagi qizaloqlik pozitsiyasi yo'qolib boradi. Albatta bular hammasi bir vaqtda birdaniga sodir bo'lmaydi. Yillar davomida ko'p pul topish, ishlash jarayonida bu sizga sodir bo'ladi va bir kun kelib bundoq qarasangiz, siz hamma mas'uliyatni bo'yniga olib bo'lgan, erkaklarini ojiz qilib bo'lgan, hayotingiz uchun faqat o'zi javob beradigan, yordam olmaydigan ayol ko'rinishidagi erkakka aylanib bo'lgan.